qanaqa qilib intizomli inson bo'lish mumkin yoki qanaqa qilib men intizom orqali juda ham ko'p yutuqlarga, muvaffaqiyatga erishib kelyapman. Shu haqida keling gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Risolat Umidovna. Sizlarni bu videoyimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun YouTube kanalimga shunaqa video olishga qaror qildim. Aynan intizom haqida gaplashmoqchiman. Sababi juda ko'p insonlar mendan aynan qanaqa qilib bunaqa intizomli yashaysiz, qanaqa qilib bunaqa sistemada, strukturada yashaysiz deb ko'p so'rashadi. O'shaning uchun shu videoni olishga qaror qildim. Birinchi navbatda nimaga o'zi intizom haqida gapirish mumkinligi haqida aytaylik. Sababi meni komandam bor. Jamoamda 20 tadan oshiq inson bor. Ularni hammasini boshqaraman. Liderman, rahbarman. Undan tashqari 500 millionta obunachim bor Instagramimda. O'zimni mahsulotlarim bor. Ularni ishlab chiqarib sotaman. Info mahsulotlarim. Undan tashqari sport bilan doimiy shug'ullanaman. Tanam o'zimga yoqadigan, qomatim kelishgan, chiroyli, sog'lomman. Undan tashqari har doim o'zim ustimda ishlayman, rivojlanaman, shaxsiy o'sish bilan shug'ullanaman. Bularni hammasiga agar intizom bo'lmaganda men erisha olmasdim, aniq. Shuning uchun ham men intizom haqida gapira olaman va intizom haqida o'zimning maslahatlarimni sizlarga bera olaman. Shuning uchun ham bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Juda ko'pchilik insonlar intizomli bo'lish uchun aynan intizomli bo'lib tug'ilish kerak deb o'ylaydi. Yoki bo'lmasam, men emotsiyalarim ko'p, men juda ham emotsionalman yoki men qiz bolaman, men intizomli bo'lolmayman deb xayollarida mana shunaqa yashaydi. Aslida unaqa emas. Intizomli bo'lish bu tanlov. Sizni har kuni ertalab uyg'onganingizda tanlovingiz bor. Yoki intizomli bo'lasiz yoki intizomsiz bo'lasiz. Mas'uliyatni bo'yningizga olasiz yoki olmaysiz. Albatta siz intizomli tug'ilishingiz yoki shunaqa qobiliyatingiz bo'lishi kerak degani emas. Agar siz sistemani to'g'ri shakllantirsangiz, to'g'ri intizom bilan shug'ullansangiz, albatta intizomli bo'lib, xohlagan natijangizga erisha olasiz. Va yana juda ko'pchilik ayol qizlar asosan intizomli bo'lsam erkak kishi bo'lib qolaman, intizomli bo'lsam juda qattiq bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Balkim nabarot, ayol kishi intizomli bo'lgani sari u shunchaki maza qilib yashaydi bu dunyoda. Chunki xaos bor joyda, tushunarsizlik, betartiblik bo'lgan joyda yengillik bo'la olmaydi. Aynan intizom insonni mustaqil va erkin qiladi. Kelaylik endi meni intizomim haqida gaplashamiz. Intizom shunaqa narsaki, o'rtoqlar, miyanglar bilan har safar urush qilishingizga majbur bo'lasizlar aynan intizomda. Chunki miyangiz hech qachon sizga energiya bergisi kelmaydi va biron bir qattiq harakatni qilishingizni xohlamaydi. Energiyani, resurslarni ishlatgisi kelmaydi. Shuning uchun maksimal ravishda sizni ehtiyotlayveradi. Nima qilasan sportga borib, nima qilasan kitob o'qib, nima qilasan yangi til o'rganib deb sizni ehtiyotlashga harakat qilaveradi. Aslida esa haqiqiy intizom o'sha emotsiyaga berilmasdan, miyangiz nima deb qarshilik qilayotgan bo'lsa ham, o'shanga qarshi chiqib, o'sha ishni qila olishingizda. Prosta bilasizlarmi, men har doim bitta gap aytaman. Sen bilan meni farqim faqatgina bir dona holatda deyman. Bu ham bo'lsa, seni kayfiyating bo'lmasa ishga bormaysan, seni kayfiyating bo'lmasa biznes bilan shug'ullanmaysan, sen charchagan bo'lsang sportga bormaysan, seni xafa qilishgan bo'lsa hobbing bilan shug'ullanmaysan va hokazo. Menda esa qilishim kerak bo'lgan ishni qilishim uchun hech nima ta'sir o'tkaza olmaydi. Kayfiyatim bo'lmasa ham qilaman, charchagan bo'lsam ham qilaman, xohlasam ham qilaman, xohlamasam ham qilaman. Faqatgina shu yerda farqimiz bor deyman. Haqiqatda shunaqa. Intizom bu intizom. Qilinish kerak bo'lgan ishlar qilinish kerak. O'tda hech qanaqa savol berilmaydi. Mana misol uchun uyda adez bosh bo'lsa va adez shu ish bo'ladi desa bo'ldi-yu, u narsa muhokama ham qilinmaydi. Xuddi shunaqa intizom bilan ish tutilganda sportga borish kerakmi? Bo'ldi, borish kerak. Hech qanaqa bahonalar, hech qanaqa narsa o'ylab ham ko'rilmaydi. Bo'ldi, shu oxirgi nuqta bo'ladi. Va birinchi meni qiladigan ishim intizomda bu albatta men energiyamni, sarf xarajatini to'g'ri taqsimlayman. Men vaqtimni time management bilan emas, balkim energiyamni time management bilan shug'ullanaman. Bu nima degani? Men ertalabki uyqudan uyg'onganimdagi vaqtga o'sha aytaylik 10 da ish boshlaydigan bo'lsam, 9-10 da ish boshlaydigan bo'lsam, soat 3 gacha eng qiyin ishlarimni qo'yaman. Chunki o'sha payt energiyam ko'p, kuchim ko'p bo'ladi va to'g'ri taqsimlashda shunaqa birinchi eng qiyin, eng ko'p ishlarni qilib olaman. Syomka bo'lsa syomka, majlislar bo'lsa majlislar, miyani ishlatish kerak bo'lgan joylar bo'lsa hamma o'sha ishlarimni kunni bosh yarmiga qo'yaman. Keyingi kunni bosh yarmiga o'zimni tanam bilan shug'ullanaman, sport bilan shug'ullanaman, ovqatlanaman, boshqa ishlarimni qilaman.
qanaqadir o'sish ham qilishim mumkin, nimadir yangi bilim olishim mumkin. Kunni oxirgi qismiga esa hech qanaqa ishni qo'ymayman, hech qanaqa uchrashuvlar belgilamayman. Faqat va faqat dam, miyani bo'shatish, sayr, do'stlar bilan ko'rishish, boshqa. Mana agar siz o'zingiz energiyangizni to'g'ri boshqara olsangiz va to'g'ri taqsimlay olsangiz energiyangizni, ana o'shanda sizda o'sish bo'ladi. Agar siz ham energiyangizni boshqarishni bilmaysiz, ham time managementni bilmaysiz, kunni birinchi yarmiga dam olib, mazza qiladigan ishlarni qo'yib qo'ysangizda, kunni oxiriga kuchingiz qolmaganida aytaylik miyani ishlatadigan qanaqadir o'zingizga topshiriqlar qo'yib qo'ysangiz, hayotda u narsaga kuchingiz ham, vaqtingiz ham, xohishingiz ham bo'lmaydi. Shuning uchun energiyani to'g'ri taqsimlaymiz. Keyingi juda ham muhim moment, har doim rejada yuraman. Har doim 16 yoshimdan beri kunimni bir kuni ham o'tmaganki rejasiz bo'lgan. Menda har doim yillik maqsadlar. Men o'zi 5 yillik maqsad qo'yaman, 3 yillik maqsad qo'yaman, yillik maqsad qo'yaman, kvartalniy maqsad qo'yaman, oylik maqsad qo'yaman va kunlik maqsad qo'yaman. Har doim har soat rejada yashayman, rejada yuraman. Eslomiyman rejasiz yashaganim. Har doim Google kalendarim to'la, har doim zametkam to'la yuradi. Hamma narsani yozaman. Sochimni bo'yatishim kerak, stomatologga borishim kerak, syomka qilishim kerak, komanda bilan majlis qilishim kerak, kiyim sotib olishim kerak. Nima ishim bo'lsa, hammasini reja qilib yozib yuraman, shu rejada yashayman. Va rejalarimni deyarli 80-90% holatda buzmayman. Nimadir qo'shimcha qo'shilib qolsa ham, chalg'itishmoqchi bo'lsa ham chalg'imayman, faqat o'sha rejam bilan yashayman. Yana muhim moment, har kunga juda ko'p katta ishlarni olmayman. Har kunim uchun 3 ta muhim topshirig'im bo'ladi, o'shani qilaman. Misol uchun, ham bir kunga syomka, ham bir kunga majlis, ham bir kunga o'quvchilarimni suhbati qo'yilmaydi. Yoki bir kun suhbat, bir kun o'quvchilarim suhbati, bir kun majlisga qo'yiladi. Muhim ishlar 3 tadan ko'p bo'lmasa, kun davomida sizni u narsalarni qilishga kuchingiz ham, energiyangiz ham, vaqtingiz ham bo'ladi. Shuning uchun biz maksimal ravishda harakat qilamiz, muhim ishlarni kamroq qo'yishga. Muhim emaslarni yoki kuch kam talab qiladiganlarini ko'proq qo'ysangiz bo'ladi. Lekin o'sha muhim 3 ta ishni albatta qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha yerda ham bizda juda ham muhim jarayon ketadi. Keyingi masala, menda yon atrofimda meni pastga tortadigan insonlar yo'q. Menga demotivatsiya beradigan yoki negativ beradigan insonlar yo'q. Men даже ishchilarimga hech qachon ruxsat bermayman. Menga qanaqadir yomon gap ko'tarib kelishligini. Voy, anoni eshitdingizmi, kimdir o'ldirib qo'yibdi, kimdir avariya bo'libdi, nimadir. Yo'q, men umuman o'zimni himoyalayman yomon negativ fikrlardan, negativ gap so'zlardan. Nimaga? Chunki miyangiz nimaga fokusini qaratsa, o'sha joyda natija bo'laveradi. Agar siz negativga fokusingizni qaratsangiz, sizni yerga tortadigan, pastlikka tushiradigan yomon oldingizda jamiyat bo'lib qolsa, oldingizda shunaqa yomon muhit bo'lib qolsa, siz hech qachon zo'r natijalarga erisha olmaysiz, siz hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Yolg'iz qolsangiz qolinki, lekin yomon sizni pastga tortadigan jamiyat bilan muhitda bo'lib qolmang. Har doim o'sha narsani filtr qilaman. O'zim shaxsan 8 marta o'zimni, yon atrofimdagi muhitimni kallamni ishlatib o'zgartirganman. Shunaqa holatlar bo'lardi. Misol uchun o'tiribmiz, kafeda ovqatlanyapmiz, gaplashyapmiz va muloqot ketyapti. Qarayapman, qanaqadir g'iybat bo'lyapti. Qarayapman, qanaqadir keraksiz gaplar, negativlar bo'lyapti. Bo'ldi, o'zimcha o'ylardim. Gaplashib ko'raman hozir, to'g'irlashga harakat qilib ko'raman. To'g'irlasam to'g'irladim, to'g'irlolmasam chiqib ketaman. 8 marta shunaqa muhitimni almashtirganman. Har doim bu g'iybat yoki yomon negativ fikrlardan sabab bo'lmagan. Qayerdadir meni pastga tortishgan, qayerdadir to'xtab qolganimni his qilganman, qayerdadir ko'ra olishmayotganini his qilganman. Shu jarayonlarni sezganim uchun o'zim aqlimni ishlatib, bu yerda men nima qilyapman? O'syapmanmi yo qotib turibmanmi yoki o'zimga nabarot ishonchsiz bo'lyapmanmi deb o'sha muhitlarni o'zgartirganman. Tasavvur qilsam 8 marta okrujeniyani o'zgartirish. Men o'ylaymanki, intizomli insonlar bu o'zini hurmat qiladigan insonlar. Agar o'zingizni hurmat qilmasangiz, nima yeyotganingizga ham qaramaysiz, nechida uxlab, nechida turayotganingizga ham qaramaysiz, nima kiyib, nima o'ylayotganingizga ham qaramaysiz. Intizomli insonlar, haqiqiy insonlar o'sha o'ziga hurmati baland insonlar bo'ladi. Unaqa insonlar pala-partish yeb ichmaydi, pala-partish tanasiga, sog'lig'iga be'tiborsiz qaramaydi, pala-partish ish yuritmaydi, doim intizomda bo'ladi.
Va yana bu yerda muhim masala, siz intizom bilan ish qilayotganingizda bitta narsani tushunishingiz kerak. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha protsessga ko'nikishingiz kerak. Yaxshi ko'rib qolishga harakat qilishingiz kerak. Intizom shunaqa jinicha narsaki, что siz bittada natija ko'rmaysiz, lekin o'sha rutinani yaxshi ko'rib yurishingiz kerak. O'sha qattiq harakatni qilaverasiz, o'sha qattiq harakatni yaxshi ko'rishingiz kerak. Zalga bir kunda chiqqaningizda mushaklarga ega bo'lib qolmaysiz yoki chiroyli qomatga ega bo'lmaysiz, lekin zalga chiqmay qo'ysangiz umuman hech qachon natijaga erishmaysiz. O'sha kichkina qadamlarni yaxshi ko'rishingiz kerak va natija olmayotgan paytingizda chidashga o'rganishingiz kerak. Mana shu ham muhim. Yana intizomda o'zingizga juda katta ko'p narsa qo'yib yubormasligingiz ham muhim. Ko'pchilikni ko'raman, ertadan hayotimni o'zgartiraman deydi. Bir kunga kitob o'qishni ham qo'shadi, bir kunga blog boshlashni ham qo'shadi, bir kunga sport bilan shug'ullanishni ham qo'shadi, bir kunga odamlardan ayrilishni ham qo'shadi. Bu miya uchun, psixika uchun просто unreal, вообще realniy emas narsa-da. Chunki birdaniga hayotingizni o'zgartirib yubormoqchisiz. Yo'q, ozgina. Bugun kitob o'qishni boshlayman 10 betdan, 5 betdan. Ertaga bir oydan keyin aytaylik окружениямdan, o'sha meni o'rab turgan odamlardan uzoqlashaman. Yana bir oydan keyin sport bilan shug'ullanishni boshlayman. Mana shunaqa qilib sekin-sekin hayotni o'zgartirish kerak va kutuvlarni kamaytirish kerak. Birdaniga katta kutuv qo'yib yuborsangiz, ko'p narsa qo'yib yuborsangiz, hech qachon natijaga erisha olmaysiz. Endi eng muhim joyi, nega siz intizomli inson emassiz? Birinchi navbatda intizomingiz yo'q, sababi maqsadingiz yo'q. Insonning maqsadi bo'lsa, o'ldirib yuborsa ham, yondirib yuborsa ham o'sha maqsadi sari yurishni boshlaydi va intizomga baribir ham rioya qiladi. Agar sizni ozish maqsadingiz bo'lsa, sizga kimdir nimadir desa ham, intizomingizni buzmoqchi bo'lsa ham, siz baribir o'sha harakatda bo'lasiz. Siz agar biron bir tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha tilni o'rganish uchun intizomga baribir rioya qilasiz. Shuning uchun maqsad qo'ying va maqsadga yurishni boshlang. Maqsad sizniki bo'lsin, birovniki emas va maqsad sizni har doim ilhomlantirsin. Maqsad bo'lsa sistema bo'ladi, sistema bo'lsa intizom bo'ladi, intizom bo'lsa bo'yningizga mas'uliyatni ham olasiz va harakat ham qilasiz. Va yana shu intizom haqida gapiradigan bo'lsam, eng muhim qonun qoidalardan biri bu boshlab olish. Bu nima degani? Men 3 sekund o'zimga o'ylashga ruxsat beraman va 3 sekunddan keyin u narsa qilinishi kerak. Syomka qilmoqchimanmi? 3 sekund ichida syomkani boshlashim kerak. Sportga bormoqchimanmi? 3 sekund ichida sportga borishni boshlashim kerak. Tezroq qaror qabul qilsangiz, miyangizga bahona berish imkoniyati, miyangizda bahona berish imkoniyati shuncha kam bo'ladi. Shuning uchun ham biz o'yladikmi, sразу qilishga harakat qilishimiz kerak. Va boshlab olish zo'rki, har doim miyam bilan shunaqa do'gur qilaman. Risolat deyman, hozir zalga borishing kerak deyman, davay boramiz deyman. Lekin miyamga agar hozir borasan, 4 ta podxoddan 15 ta упражнение qilasan desam, hayotda menga kuch energiya bermaydi, xohisham bermaydi, yettirg'izib ola olmaydi meni zalgacha. Men nima deyman? Risolat deyman, sumkani yig' deyman, zalga borishing shart emas. Просто sumkani yig' deyman. Turaman, sumka yig'ish oson. Sumka yig'aman. Sumka yig'ganimdan keyin aytaman, Risolat, yur, zalga boramiz. Prosta borasan, qaytib kelasan deyman. Prosta boramiz, qaytib kelamiz deyman. Do'gur qilaman. Boraman zalga. Уже borib olganman-ku, keyin aytaman, Risolat, kelding, begovoyda 5 minut yurib qo'yasan, ketamiz deyman. Begovoyga chiqaman, 5 minut yuraman, aytaman, Risolat, qiziding-ki, bir ikkita tosh ham ko'tarib qo'yamiz deyman. Shunaqa qilib ulanib ketadi. Miyangizni aldayverasiz, oxiri bitta natijaga olib kelasiz va har doim muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz ham miyangiz u narsani xohlamaydi-da. Kichkina yutuqlarni unga mazasini sezdirishingiz kerak. Men nima deyman? Men aytaman, qadrli miyam, seni juda ham yaxshi ko'raman, lekin biz shu narsani qilishimiz kerak deyman. Shuni hozir qilib ber deyman, keyin men seni zo'r joyga olib boraman deyman. Mana hozir даже ishonsanglar, mana shu yerda so'qoqda o'tiribmiz, Parkentda. Ishku baribir ham syomka qilisham, sizlarga mana shunaqa gapirib chiqisham, tем более ro'za og'izmizni, hammamizni ertalabdan kelganmiz. Bu bir 9-videoyimiz-da va miyam уже kategorически отказ qilyapti-da. Bo'ldi deyapti, charchading, qilmaysan deyapti. Lekin bu yoqda intizomim bor, maqsadim bor, sistemam bor. O'zimga nima deyapman? Risolat, shu yerda o'tir, videoyini olib ber oxirigacha. Ozgina ichida, zato masani og'iz ochishga 5 barmoqga olib boraman Parkentga. Borasan, mazza qilib 5 barmoq yeysan, go'shtlari, sho'rvalari, limon choyli, nonli de. Men seni shunaqa rag'batlantiraman deyapman. O'sha miyam bitta shu 5 barmoqni o'ylab chidab o'tiribdi shu yerda, xo'p deyapti. O'sha har doim nimadir qo'yaman. Zalga chiqayotganimda aytaman, senga zo'r proteinli kokteyl olib beraman, ketidan bitta zo'r shokolad ham olib beraman deyman. Yoki men bir ish qilgin deyman, seni shirinli ishga olib boraman deyman. Xullas
har kuni miya bilan shu do'g'ur ketaveradi. U menga nimadir aytadi, men unga nimadir aytaman, ichimdagi odam bilan kelishib shunaqa qilib yashaymiz xullas va bu narsa juda ham zo'r yordam beradi. Men juda ko'p muvaffaqiyatga erishgan insonlarni aynan shu taktikada yashashini ko'rganman. Kelinglar, endi bu videomiz shunchaki oddiy video bo'lmasligi uchun o'zimning hayot tarzimdan, intizomimdan 3-4 ta narsani aytaman va shu narsani o'zingizda qo'llab ko'rasiz. Faqatgina 7 kungina shu narsani qilib ko'ring. 7 kunning oxiriga o'zingizga bitta rag'batlantirishga nimadir qo'ying. Nima qilamiz? Kelinglar, challenge qilamiz. Men nima qilaman? Ertalab uyg'onganimda hech qachon qo'limga telefonni olmayman. 1 soat o'zim bilan o'zim qolaman. Fikrlarim, ishim, nonushtam, kitob o'qiyman, u qilaman, bu qilaman, lekin qo'limga telefon olmayman. O'zi meni yordamchilarim ham biladi. Men hech qachon telefonni olib kirib ketib xonamga uxlamayman va turganimdan keyin telefon qo'limga olmayman. Sizlar ham shunaqa qilinglar. 1 soat telefon qo'lingizga olmanglar va kuniga 5 ta dona varroqdan kitob o'qinglar. Kitob o'qish bu bilimingizni ko'paytirish uchun ham ko'ra ko'proq sizni intizomli qiladi. Har kuni bitta harakatni qilishga o'rganganingizdan keyin intizom shakllanishni boshlaydi. Shuning uchun kelinglar 5 ta varroqdan kitob o'qiymiz. Har kuni o'zingizga bitta daftar tutasizlar va yozishni boshlaysiz. Men har kuni misol uchun kechqurun o'tirib 10 ta shukronali yozaman. Kunimda nima yaxshi narsalar bo'ldi. Kunim dabdala o'tgan bo'lsa ham, eng yomon kun bo'lgan bo'lsa ham, o'sha kunda ham 10 ta yaxshi narsa topaman va shukronali yozaman. Kelinglar, o'shanda sizlar bilan mana challenge qilib boshlayapmiz. Shu 3 ta topshiriq sizlarga. Birinchisi, ertalab uyg'onganingizda telefonni qo'lingizga olmaslik, 5 varroqdan kitob o'qish, o'zingizga xohlagan, yoqtirgan kitobingiz har kuni kuniga 10 tadan shukronali yozish. Atigi 7 kun qiling, boshqa shart emas va qanaqa natijalar bo'lganini menga bo'lishasiz. Instagramda storieslarda qo'ying, atmetka qiling, men ko'raman, tomosha qilaman, like bosaman, qayerdadir balki siz bilan tanishib gaplasharmiz. Zato hayotingizni o'zgartirishga, intizomli bo'lishingizga shu challengeimiz sabab bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun ham shu ishni qilib ko'ring. Kim qatnashsa izohlarda qatnashyapman deb yozsin. Bu sizga yo'q bo'lib ketmasligingizga, bo'yningizga mas'uliyat olishga yordam beradi. Так что давайте o'rtoqlar, boshlaymiz. Hammalarga omad. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, intizom bilan chiqisha olmayotgan yoki hayotini o'zgartira olmayotgan do'stingizga bu videoni yuborib qo'ying. Meni sahifalarimga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.